Xitoyning Sharqi Turkistonda elib berayotgan irqiy qirg'inchilik va zamonaviy qulluq siyosati davomlashmoqda. Zimiston to'rining xabarida Xitoyning Sharqi Turkistondagi yig'ilish lagerlaridan atalmish qo'yib berilgan kishilarning tahdid ostida majburiy holda Jo'jan, Jejang va boshqa rayonlarga arzon ishchi o'rinda avatilganligi bildirildi. Xitoy manbalariga asoslanganda bu yilning 5-dan buyon Xitoyning ichki qismlariga yo'tkalgan kishi soni 900 mingdan oshgan. Malayziya Bosh ministri Mahathir Mohamad Uyg'urlar Malayziyaga kelib panohlik tilasa, Malayziya Xitoydan bu haqda bir talab kelgan taqdirdami Uyg'urlarni o'tkazib bermaydi dedi. Malayziya parlamentida o'qituvchi partiyalarning savollariga javob bergan Mahathir Mohamaddan Xitoyning Sharqi Turkistonda Uyg'urlarga qilayotgan bostirish va milliy kamsitishi haqida savol so'ralgan. Mahathir Malayziyaning boshqa davlatlarning ichki ishlariga aralashmaslik prinsipini ta'kidlab, Uyg'urlarni o'z ichiga olgan musulmonlarga qarata dunyo miqyosida bostirilishlarning mavjudligi barliq taraflar tarafidan qabul qilinishi kerak degan. Dünya Uyghur Qurultayının təşəbbüsü bilan Germaniya poytaxti Berlindagi Türk tashkilotlarining ishtirokida 27 dekabr Xitoy elchixonasi oldida keng ko'lamli namoyish olib berildi. Namoyishga taxminan 3000 da kishi qatnashgan bo'lib, elchixona oldidagi yo'l vaqtli qatnashga taqaldi. Namoyishchilar shiorlarida Uyg'urlarga erkinlik, Sharqi Turkistonga mustaqillik talab qilib qolmasdan, Xitoy mollarini butun dunyo miqyosida boyqut qilishni, Xitoyning irqiy qirg'inchiliklarni to'xtatishni asosli tema qilgan bo'lib, Xitoy elchixonasi oldini biz hammamiz Uyg'ur degan sadolar qopladi. Dünya Uyghur Qurultayının raisi Dolqin Aysa Efendi nutq so'zlab, Xitoyning jazo lagerlari va Sharqi Turkistondagi umumiy qabohatlik vaziyat to'g'risida ma'lumot berdi. Uning so'zidan keyin Türk tashkilotlari rahbarlari nutq so'zlab, Xitoyning insoniyatga qarshi jinoyatlarini qattiq aybladi. Dolqin Aysa so'zida yana 3 million Uyg'urning yig'ilish lageriga qamalganligini, lagerlarning taqilishi uchun Germaniyaning Xitoyga besim tushirish kerakligini aytdi. Indoneziyaning poytaxti Jakartada Islomni qo'g'dug'uvchilar jabhasi nomli tashkilotning uyushtirishi bilan juma namozidan keyin Xitoyning Jakartadagi bosh elchixonasi oldida namoyish o'tkazildi. Mazkur tashkilot nomidan bayonot e'lon qilgan Salomat Ma'rif Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratgan zulmlarini to'xtatishga chaqirdi va bu haqda aktiv harakat qilmagan Indoneziya hukumatini tanqid qildi. O yana Xitoyning Sharqi Turkistondagi jinoyatlari haqida xalqaroliq tekshirish olib berilishini, islom hamkorlik tashkilotlarining rayondagi kishilik huquq tajovuzchiliklari haqida tekshirish olib berish kerakligini aytdi. Shuning bilan birga Malayziyaning poytaxti Kuala Lumpurdagi Xitoy elchixonasi oldida namoyish o'tkazildi. Faoliyatda nurg'un namoyishchilarning Uyg'urlarni qo'llagan germaniyalik turk futbolchi Mas'ud O'zilning suratini tushirgan plakalarni ko'tarilishi diqqatni tortdi. Xitoy Savdo Ministerligi Amerikaning Xitoy korxonalariga cheklama qo'yish ta'kidlangan moddalarni o'z ichiga olgan 2020-yillik mudofaa xomchotiga qat'iy qarshi turganligini bildirdi. Amerika Davlat Majlisining har ikki qonunida ma'qullangan va 2020-yillik davlat mudofaa huquq berish qonuni deb atalgan mudofaa xomchoti Xitoy shirkatlariga ziyonli bir qism mazmunlarni o'z ichiga olgan. Xitoy Savdo Ministerligining bayonotchisi Gao Feng Amerikaning xato harakatlarini to'xtatib, ikki taraf korxonalarining savdo hamkorligiga foydali sharoit yaratish kerakligini aytdi. Türkiye o'zi ishlab chiqargan tunji yerlik avtomobilni tonishtirish murosimi o'tkazdi. Davlat raisi Erdo'g'an hamdlar bo'lsin, bugun Turkiya o'z avtomobilini dunyoga taqdim qildi. Buzish va to'sqinlik qilish emas, balki davlatimizga foydali asarlarni vujudga chiqarish uchun g'ayrat qilamiz dedi. Gebze shahridagi uchur jilg'isiga tunji yerlik avtomobilni tonishtirish uchun Turkiya avtomobili taraqqiyot guruhi yangi safar uchirishi nomli faoliyatda Davrning nomli avtomobilni ziyorat qilgan Erdo'g'an tunji bo'lib bu mashinani haydadi.